uyimga ham keldim. Oy, eshikni ochsiz, qistab ketdi axir. Kalitim bor-ku. Hozir. Uyimga ham kelib oldim. Hozir. Oy, qattasiz. Voy. Yaşasın. Mol diyeceksin. Ertasi kuni boshim og'riydi. Shunaqa ham ichasanmi? Buni yani. Unga ko'payib ketdi. Nasiga qani. Ana endi uxlash kerak. Bu ko'ylakni atayin Ipolit uchun oldim. Arendaga. Hidi g'alati ekan. Ipolitga yoqarmikin, ha? Mayli, kiyib ko'raman. Voy, tavba qildim, men uyimda begona erkin nima qilyapti? Hey! Hey! Shoshmay turing. Oyi, tinch qo'ysiz-chi, nima tekin baholab qo'ydim ben. Yo'q, turmayman. Oyi. Turing dedim. Tursiz-chi? Turing dedim, muttaham. Ipolit keladi hozir. Turing dedim. Voy. Hali shunaqami? Meni uyimdan tezda chiqib keting. Kim bu alvasti? Hali men alvasti bo'ldimi? O'zingiz alvastisiz. Nima qilyapsiz meni uyimda? Siz kimni uydaligingizni bilasizmi? Quruvchilar ko'chasi 16-xonadon 39-kvartira. Bu meni uyim. Qayerdaligingizni bilasizmi dedim. Qattaligimni sizdan yaxshi bilaman. Men Toshkent shahar quruvchilar ko'chasi 16-uy 39-kvartiradaman. To'g'ri, quruvchilar ko'chasi 16-uy 39-xonadon. Toshkentdaman ben, Toshkentda. Hali siz o'zingizni Toshkentdaman deb o'ylayapsizmi?